Assalomu alaykum. Men sizlarga hozir Google yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardan qidiruv berganimizda faqat fayl yoki dokument shaklida chiqadigan ma'lumotlarni o'rgataman. Turli xil saytlar emas, faqatgina fayl chiqarib beradi, ya'ni dokument shaklida. Bu ma'lumotning qay darajada sifatli bo'lishini ham ko'rsatib beradi. Buning uchun qidiruvga kirib olamiz va bizni qiziqtiradigan mavzuni yozib olamiz. Misol uchun bizni qiziqtiradigan mavzu turli xil bo'lishi mumkin. Masalan, islom tarixi bo'ladigan bo'lsak, islom tarixi deyotgan bo'lsak, mana turli xil bunaqa saytlar chiqadi. Kitoblar dunyosi shunaqa, lekin buni faqat PDF shaklida chiqadigan ma'lumot qilishi mumkin. Buning uchun bizga islom tarixida mavzuni yozib oldik. Uning orqasidan fayl tip 2 nuqta va docx deb yozib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda. Mana ko'rishingiz mumkin. Faqat bu yerda dokumentlar chiqarib beryapti. Buni o'rgatishdan maqsad buni ma'lumotni sifatli bo'ladi va ishonchli. Turli xil saytlarda yolg'on ma'lumotlar bo'lishi ham mumkin yoki boshqacha bizga keraksiz ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin. Boshqa narsalarga ulanib yoki kirib ketmaslik uchun dokumentlardan foydalanishni maslahat beraman. Misol uchun, bu ishonchliligini bilish uchun kirib ko'rishimiz ham mumkin. Mana dokumentni yuklab olasizmi deyapti. Yuklab olsangiz, xuddi shu ma'lumot ishonchli tarzda bo'ladi. Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Mana ko'rishingiz mumkin. Islom tarixi bo'yicha kerakli ma'lumot. Xuddi shu usulda izlab ko'ringlar. Ma'lumotlarni sifatli topasizlar albatta. Video sizlarga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman.